Kameranı bastın mı ya? Tünügen hürmetli vatandaş 8. günü Doğu orbitida kelgan bir parça xabarda Reis Xi Jinping vaqtni tanlab o'tirib Qozog'istonni ziyorat qiladi dedi. Mana 5-chi qatim o'zgarish deyli. Mushu ay, mushu kunda Qozog'istonda Reis Xi Jinping nima ish ziyorat qilmoqchi bo'lib qoldi. Masalan, bir davlat rahbari uchun aytganda, ikkinchi bir davlatda qalaymaqonchilik yuz berayotganda, o davlatni ziyorat qilishning o'zi bak qiyinga to'xtaydigan, bak ehtiyotchanlikni talab qiladigan ishqa. Qo'yib turaylik bu gapni. Hozir Maksimov degan bu sobiq vazirni Xitoy bilan birlashtirib qaradi. Vatan xoini deb qo'lga olindi deyildi. Xo'sh, Reis Xi Jinping Qozog'istonga kelib Maksimov masalasini bir taraf qiladi yoki bu to'g'rida e'tiroz bildirandi yoki nima deydi? Masalan, Xitoyning odami vatan xoin deb qo'lga olingan bo'lsa, u vaqtda Qozog'iston Xitoy munosabatiga nima ta'sir yetib kelishi mumkin? Masalan, u darhol o ta'sir yetib keladi demagan holatda buningga bir javob bo'lishi kerak. Mayli Qozog'iston tarafdan, mayli Xitoy tarafdan javob bo'lishi kerak. Chunki hozir Maksimov Xitoyning odami deyildi, o Xitoyda o'qigan odam ekan, Xitoy tilida. Munosabat shunday yaqin ekan hisobda Qozog'iston ichki ishlar vaziratining vaziri yoki ministerligining ministri bo'lgan ekan keyingi chaqda uning tuyuqsiz qo'lga olinishi Qozog'iston hozir birinchi bo'lib Maksimovni qo'lga olish orqali Xitoyga bo'lgan pozitsiyasini bildirib o'tamdi, Xitoyga ifoda bildirib o'tamdi. Xitoy Qozog'iston munosabatlarida biroz chechak chiqib o'tamdi. Mushu masala agar o'tirg'i chiqib, mushu darajada, mushu yo'sinda taraqqiy qiladigan bo'lsa, Jungo bilan Qozog'iston o'rtasida iqtisodiy munosabatlarga qanday ta'sir qiladi? Masalan, mablag' selish, temir yo'l tortish, gaz trubosi tortish, neft oqizish deganlar allaqachon o'rinlanib bo'ldi. Hozir Qozog'iston temir yo'llari orqali butun Yevropada 3000 shaharga Xitoyning poyezdi yetib keldi. 3000 shaharga vatandoshim. Hozir Janubiy dengiz yoki Tayvan bo'g'izida ozg'il taraqtoroq bo'lib qoladigan bo'lsa, Xitoyning muqarrar mang'niga yo'li O'rta Osiyo yo'li, ya'ni Uyg'uriston, Qozog'iston yo'li bo'ladi, bu muqarrar bo'ladi vatandosh. Biroq yaqindan beri Yevropaga chiqayotgan Xitoyning poyezd yuk bosgan poyezdlari Xitoydan malqachalab bütün Yevropadaki 3000'den artıq şəhərə, ya Allah, işini gördünüzmü? Demək, hazır poyez yetib geldi, malqaçılab yetib geldi, bir yol, bir belbağ siyasi yetib geldi. Demək, yeni müstəmlikçilik, dollar bilan müstəmlik qilish hazır Yevropaga yetib geldi. Biroq Yevropada Litva va Chexiya cumhuriyatlari uyg'unib, Xitoyning müstəmlikləşdirish, iqtisodiy kengaymichilik, bir yol, bir belbağ siyasini bekar qilib, bular Tayvan bilan bo'lgan munosabatga qiziqishga boshladi. Vaziyat mushiyada o'z tarafga mangan poyez Yevropadan Jungoga hech narsa qochilab kelolmadi. Demak, berishida Jungoning millini elib chiqdi, tovarlarni elib chiqdi. Qaytib kelishida hech narsa yo'q. Demak, bu poyez yo'li ziyon tortadigan yo'l bo'ldi. O'rta Osiyoda Qozog'iston, Uyg'uriston orqali Yevropaga mangan Xitoyning poyezi hozirgi savdo munosabatlarida ziyon tortadigan yo'l bo'ldi. Demak, u vaqtida Janubiy dengizda taraqtoroq g'arbiy yo'l, ya'ni g'arbiy liniya Ipak yo'li tarafda yuqorqidagi taraqtoroq bo'ladigan bo'lsa, Xitoyning alpozi nima? Endi Xitoy shundoq deganida iqtisodiy manfaatlarni qo'g'dash uchun Arlıqda biz sizlərlə siyada sözüldük ki, Xitoy O'rta Osiyoga askar chiqarishi mumkin degan gapni degan edik. Endi keyingi ahvol qanday qiladi, buni Xudo o'zi biladi. Bugun CCTV bugun 9-kun dediki, Qozog'iston kerak desa, Qozog'istonga biz yordam berishga tayyor dedi. Qanday yordam? Buni bilgili bo'lmaydi, hurmatli vatandoshlar. Hozir Qozog'iston vaziyati dunyoning
nefet, ham nefet bahasıga, dünyanın tabii gaz bahasıga, dünyanın payçak bazırdaki payçakның bahasıga intayin zor ta'sir ko'rsatdi. Hozir Qozog'iston vaziyati dunyo vaziyati bo'lib qoldi desangiz bo'ladi. Endi Qozog'istonning ichki ishida hozir nima ishlar bo'layotdi buni bilgili bo'lmadi. Hozir nopozliq matbuotlarda biror xabar yo'q dedim sizga. Ish shunda hozir birla bu Qozog'iston to'g'riliq so'zlayotgan kishi Sasha TV. Bunun ne Xitoy ekanligini, ne O'rus ekanligini bilamadim. Yangidan chiqqan to'rbit ekan. Sasha TV deb so'zlayotdi. Bugungacha bo'lgan vaziyat mana shu edi vatandoshim. Hozir buning Turk dunyosi, masalan Turk dunyosi deganda vatandoshlar to'la amroqliq bilan aytadigan Turk dunyosi qanday inkas qaytirdi. O'rta Osiyo davlatlari qanday inkas qaytirdi. Masalan Qirg'iziston askar chiqarmoqchi bo'ldi deyildi. Parlament tasdiqladi deyildi. Lekin amaliyoti shunday bo'ldimi, bo'lmadimi bilgili bo'lmaydi vatandoshim. Andan bugun kelgan bir xabarda Rossiya avatgan parashyutchilar qismi askariy qismlarning hammasi shu Ozarbayjonlik, Armeniyalik, O'rta Osiyolik askarlar ekan. Buning ichida birmi O'rus yo'q ekan. Belki kumandani O'rus bo'lishi mumkin, u muqarrar. O'rus yo'q ekan askarlarning ichida emas Osiyolik askarlar ekan. Buningda prezident Vladimir Putin nimani o'ylashdi, bir nima degili bo'lmadi. Lekin prezident Vladimir Putinning og'zi cho'ng gap yo'q. Chunki madaniyatlik o'zini tutib olishni biladigan millatda u. Cho'ng gap otadigan ish yo'q-da, cho'ng gap qiladigan gap yo'q-da. Cho'ng gap yo'q. Shundaq bo'lsa-mu, hozirgi vaziyatga Rossiya ega bo'ldi. Endilikda ben sizga leksiyada hozir eng xatarlik ifodada Jungo Kompartiyasining 4 qatim maydonni o'zgartib ifoda bildirishidagi sabab nima deb savol qo'ydim vatandoshim. Inchkilik bilan o'ylab baqing. Men shunga aqlli vatandoshlarim, Uyg'urlarim shuni deykanki, bu vaziyat intayin nozuk vaziyat. Palaniyat jazo lageri, palaniyat namoyish, palaniyat attı, saptı, çaptı bu vakalar o başka yapının ifadə bildiriş o başka yap vatandaşıysanız da olsun. Ma intayin sezgör iş, Qozog'iston işi intayin sezgör iş, şuna moşa doğruda gap qilganda men har bir vatandaşımdan ihtiyatçılık olan, aqlli vatandaşlarning bo'lsa, oldiga chiqmaydi. Reallik aylanib bo'lgandan keyin, ya'ni ishlar voqeaga aylanib bo'lgandan keyin so'zlasang bu tamom sening ixtiyoring. Oldiroq salliq bilan u buni deb qolmang vatandoshim bo'lamdi. Shu narsangiz bo'lsinki, Qozog'iston bilan Uyg'uriston nəhayət uzun musafirlik davlat chegarasiga ega. Uzun musafirlik davlat chegarasiga ega. Balki uzundan qisqasi hammasi so'zlashib kelsak 3000 kilometrlik chegarada bo'lishi mumkin masalan. Altay tağlardan tatip Qorg'asag'igacha yoki Chapchalgacha bo'lgan aralıqda bu 3000 kilometrlik davlat chegarasi Qozog'iston bilan Uyg'uristonning davlat chegarasi. Shunga vatandoshim bir-birimizning gapini anglaylik, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Vaziyat mushu yerda bo'libmi Qozog'iston voqeasi burungi ishlarga o'xshamaydi o'tadi. Shunga bak ehtiyotchan bo'ling. İşler voqeaga aylanib bo'lganda nima deysangiz o'zingizning ixtiyor. Voqeaga aylanmay turib, bilarmanlik qilmaydi. Bulamda hurmatli vatandoshlar.